alaykum. Qadrli tomoshabinlari, ko'pchiliklarimiz so'rab turgan original 7 ot kuchli Texas motorimizda yangi partiyasi kirib keldi. Hozir qisqacha ma'lumotni hali naqd-naqd so'rab ketaman. Kimga kerak bo'lsa, ekran pastdan nomergacha qoldirdi. Bemalol aloqaga chiqib qolasizlar. Hamda siz shu videoni ko'rib turib, videoga hozirroq bitta like bilan bosganingiz uchun qo'lda turgan Rusnavorda mutlaqo tekinga o'qishingizga ko'rishinglar mumkin. O'zini obyorkalar, galobkalar qilib hammasigacha bor. Bemalol kelib, biz do'konga kelganingizda bitta motor aylantirib olasiz. Undan so'ng esa do'konda baravarni nersa mutlaqo tekinga berib yuboradi. Xo'p, birinchi o'rinda motorimizni tashlashdan boshlaymiz. Motorimiz original 7 ot kuchli Texas motorlari bo'ladi. Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. Yog'och turlari biznes motor 3 litrli biznes motor hamda korobka tomonlarga o'yib yozilgan bo'ladi. Yo'lni cho'rak zavodni orqali yantorga yurib bera oladi. O'zliqlar esa Mustang filtr qilib ishlangan. Xo'p, ballonlari o'zining yaxshi charm ballonlardan qo'yib ishlangan bo'ladi. Xo'p, ularni qo'shiladi, ular buzib ishlangan, bemalol aralab ketadigan qo'yib ketadi. Korobkalar eng katta 550 ta korobkalardan qo'yib ishlangan. Motorlar esa 170 F motorlar. Hozirgi hattoki modachigacha qildirib kelganmiz. Endi aravamiz tashlamiz, aravamiz tishlasin. Aylanma universitet tishlaridan qo'yib ishlangan bo'ladi. O'tirish, oyoq qo'yish joyingiz hamma taxtalar bo'lgan sabab bu ostiga ishlangan beashar asqot tushib mumkin. Aravamiz hamma kontrollar qilib ishlangan. Xo'p, qanotlarni ko'rishinglar mumkin, yaxshi qanotlardan. Ballonlar esa skuter ballonlardan qo'yib ishlangan. Xo'p, aravamizni tayinli ko'rib ko'rasizlar. Yengillayapti mana shu joyga chekkaga profil qo'yilgan, pastga karkas qilib o'zimiz to'qib ishlatganmiz. Bu aravamiz 500 kilogacha yuk ko'tarilgan arava bo'ladi. Endi gap cho'zilmadi, shartda bitta ishlasini ko'ramiz. Xo'p, yurishdan oldin mana o'zi oldin qilib ko'ramiz. Xavf so'yilgan bo'lish uchun agar xavf bo'lmasa yurmaydi. Bu xavfsiz ko'rdan chiqarib yozib ko'ramiz oldinga. Agar u xavfsiz bo'lsa, bemalol yurishingiz mumkin. Agar xavfsiz bo'lgan bo'lsa, u yurishganingizda olib yurib ketadi, keyin to'xtashga qiyin bo'ladi. Xo'p, yurishdan oldin mana shu joydan yo'q qolamiz. Ko'rishinglar mumkin. Bemalol yo'q qolgandan so'ng aytganlaqa yurishlar bittada yarim ortga yurib berib qoladi. Bemalol ortaya yuklaymiz, qildirib kelganmiz. Beradi akalar. Xo'p, ya ikki soatga faqatga to'g'ri bo'lsa, fres ko'rsatib beramiz. Qo'shiq ko'ra. Mana o'zi o'tyap, bemalol yurib keta oladi. Ko'rishlar Xo'p, pres ko'rsatib beramiz.
yuzib berdik. Video boshida aytdi, va'da tekinga kulishni olib beraman dedim. Biz do'konga kelib, o'z kopdan 7 mi 17 ta yoki shiyatlar ko'rishlar o'zlari bittasi xarid qilganingizdan so'ng do'konimizda omadli barabarimiz bor. Omadli barabarni aylantirasiz. Pripeshingiz do'kon ko'rishgan mumkin. Bu tomonda dijuklar biz matapila svarishni apparati, suv nasoslar, dijuklar hammasidan bor. Hattoki eng ko'pda dijuklarni olib qo'yamiz. Hop, keldingiz, o'zga qo'ytamiz har qilib olganingizdan so'ng barabarimizni aylantiramiz. Barabarimizni o'nggacha aylanishdan farqi yo'q. Bitta pachinozni ko'radi. Hop, ko'rishyapti, bitta pachinozni xohlasangiz aylanib ketaveradi. Drel tushadi. Drel, shu tovoq, kulishnavi, pishatka plus 100 qo'ldan sog'amiz bor bizda. Nima ishlasizlar, mutlaqo tekinga berib yuboraman. Ba'zi Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni Opton skratini birinchi qo'l bazasidan ham olaman ekanmiz. Pastdagi nomerlarga aloqa qilib turasizlar. Xayr, joylar sog' bo'lsin.